internetni shunchaki cheklamay, butkul batamom yo'q qilsak-chi? Ha? Hech qayerda internet bo'lmasa, ha? Bu oson yumush emas. Internet markazlashtirilmagan. U bitta nuqtadan boshqarilmaydi. Unda biror betakror bo'lak yo'q. Tarmoqning har qanday tuguni bir yoki ikki emas, dunyoning turli burchaklarida joylashtirilgan birdaniga yuzlab nusxalarga ko'paytiriladi. Bunda internetni dasturiy jihatdan buzib bo'lmaydi. Uni yo'qotish uchun temirni parchalashga to'g'ri keladi. Xo'sh, nimadan boshlash kerak? Nimalar kerak bo'ladi? Avvalambor reja bo'lishi kerak va unda 4 ta band bor. A, B, C, D. Hozir u haqida bilib olamiz. Demak, birinchisi A reja. Kabellar ummon tubiga tushib, trafikning eng muhim qismini kesish kerak. Ummon tubida behisob optik tolali simlar tiqilib yotibdi. Ular qit'alarni birlashtiradi. Trafikning eng katta qismi ulardan o'tadi. Har bir kabel tavsiflangan batafsil chizmalar bor. Mana u bizga eng yaqin kabel Qora dengizdan o'tadi. Uni kesish uchun pnevmatik qisqichlarga o'xshash narsa kerak bo'ladi. Chunki bu kabel uylarimizga o'tkazilganlardan qalinroq va kattaroq. Umid qilamanki, buni yosh muttahamlarim juda yaxshi tushunasiz. Kabel o'nlab yuqori darajadagi qalin qatamlardan iborat bo'lib, 8 kilometrgacha chuqurlikda suv bosimiga chidamli.